Alloh taolo Qur'onda zikr qilish masalasini, ya'ni Xudoni zikr qilish, doim inson zikrda bardavom bo'lishlikni Alloh Qur'onning 16 ta joyida keltirdi. Va bunda oyat fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun. Uning bittasi 16 tadan bitta oyat meni yod etingiz deyapti Alloh taolo. Meni ham sizni yod etaman. Ya'ni Allohni siz eslang, sizni ham Alloh eslaydi. Va menga shukr qiling, noshukrlik qilmang deb Alloh taolo Baqara surasining 152-oyatida shunday marhamat qilib aytadilar. Ikkinchi oyatda inson uchun muhim bo'lgan oyat. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Iymon keltirgan insonlarning qalblarigina, e'tibor bering,